Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugun cholg'u ijrochiligi fani bo'yicha laboratoriya mashg'ulotimizni olib boramiz. Laboratoriya mashg'ulotimizning mavzusi Fattoh Nazarovning qo'shiq va raqs asari. Eng avvalo asarimizni tahlil qilib olsak, asarimiz andantino, ya'ni kengroq tempida yozilgan. Bu dastlabki tempi. Asarimiz ikki qismdan iborat. O'rtangi qismimizda, ikkinchi qismimizda tempi o'zgaradi, tonalligi ham o'zgaradi. Ya'ni allegro moderato, tez va o'rtacha tez tempda. Va sanog'i ham o'zgaradi, 608 o'lchoviga o'zgaradi. Asarimizda notani uzaytiruvchi belgilardan liga, ligato, nuqta belgilari mavjud. Undan tashqari fermata ham bor. Fermata ham asarni mazmunidan kelib chiqqan holatda o'sha tovushni cho'zish ma'nosini bildiradi. Demak, dinamik belgilardan pianissimo, piano, mezzo forte, forte, crescendo, diminuendo va sforzando, ya'ni tasodifiy zarb. Shu belgilar ishtirok etgan. Asarimizda ko'proq melizmlar ishtirok etgan. Farshlag, triol, kvintol, septol, undan tashqari staccata, glissanda, shu melizm belgilari ishtiroki bor. Ya'ni bular musiqiy bezaklar degan ma'noni anglatadi. Endi asarimizda kichik mavzularga bo'lib olgan holatda sekin-sekin ijro qilamiz. Demak, dastlabki taktlarimizdan, dastlabki kichik mavzularda mezzo piano, crescendo va diminuendo, ya'ni quyidagicha ijro qilinadi. Asarimizning dastlabki taktlarida pianissimodan boshlanadi va crescendo hamda keyingi taktdan diminuendo belgilari mavjud. Hozir sizlarga birinchi kichik mavzumizni ijro qilib beraman. Bu yerda pizzicata belgisi mavjud. Keyingi kichik mavzuga o'tamiz. Xuddi shu tartibda yana pizzicata bor. Xuddi shu yana shu tartibda pizzicato belgisi bor. 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1. Keyingi kichik mavzumiz xuddi boshidagidek keladi-da, keyin kadensiyaga ulanib ketadi. Kadensiya bu erkin ijro qilish degani.
kadensiya xuddi shunday ijro qilinadi. Endi sekinroq chalib beraman tushunarli bo'lishi uchun. Xuddi shunday bo'lib sekin-sekin ijro qilishingiz kerak bo'ladi. Lekin o'zini tempi quyidagicha. Endi boshidan shu yergacha ijro qilib beraman. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Ikkinchi qismi 608 o'lchovida do major gammasida yozilgan. Ya'ni bironta belgisi mavjud emas. Bu yerda e'tibor bersak, birinchi zarbimizda akkord 4 talik nota mavjud. Bu yerda sol, kichik oktava sol, birinchi oktava mi, ikkinchi oktava do, ikkinchi oktava mi va stakkata va nuqtalik belgilari mavjud. Xuddi shu tartibda ijro qilinadi. Hozir bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ikkita kichik mavzuni ijro qildik. Bu yerda kvintol bor.
kvintolga, ya'ni 4 talik notani 5 ta qilib ijro qilishimiz kerak. Bunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Xuddi mana shunday. Faqat tezroq chalinadi. Bu septol hisoblanadi. Bu 7 talik notani mahorat bilan ijro qilish kerak.